家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第10单元的第2部分。Bugün bizning o'rganadigan darsimiz bo'lsa, 10-chi qismninki 2-chi bölümü. Nama, yangi darsga kirishdan burun biz oldingi qitimliq nishonni bir takror qilsak, onda bo'lsa, 我们把书翻到第10单元第1部分的目标。Oldingi soatda biz qanday mazmunni o'rgandik? Shu qatnash qurollari bilan munosabatlik bo'lgan mazmunni o'rgandik. Yana birsiga shu biletni qanday setib olish degan narsalarni o'rgandik. Shundaqo, unda bo'lsa birlikda takror qilib o'taylik. 好，我们来看一下上一次的第一个目标。Oldin qitimliqqa birinchi nishonimiz 买票。你们 bilet setib olish. Nama bilet setib olgan vaqtimizda ikki xil usul. Birisi to'rdan setib olsak bo'ladi, yana birisiga shu poyezd stansiyaga berib turib setib olsakmi bo'ladi. Nama unda bo'lsa poyezd stansiyaga berib setib olgan vaqtimizda qanday bir gaplar bo'ladi? Nega boradiganligingizni deymiz. Shunaqo, 首先要说的是自己去哪儿。然后要说什么时候，那就是时间 vaqt qachon mangdiganligingizni. 然后 agarda shu uzun yo'lga minib qolsak, poyezdga o'tiramdik yoki shu uzun yo'llik avtobusga o'tirib qolamdik. Xo'ja shu aeroplanga o'tirgan bo'lsak, masalan, shu poyezd bilan avtobusga o'tirgan vaqtimizda qanday o'rinda o'tirganligimiz. Bu shu vopu bunda karvatligini olamdik yoki qattiq o'rindiqlikni olamdik. Qanday bilet aldıganligingizni deyishingiz kerak. Nima agarda aeroplan bo'lsa, shu alaydi zalninkimi yoki odatnikiningmi, deriz tarafda o'tiramsiz, o'ttirda o'tiramsiz, chetda o'tiramsiz, cheshetda kıyışı. Men karvatlikda yotgan vaqtimizda ustida yotamsiz, o'ttirda yotamsiz yoki pastda yotamsiz. Nima cheshetda是我们要知道的一些内容啊。那好，那我们一起来复习一下。您去哪儿？那么bu sizniki nega boradiganligingizni so'rag'ini. 您去哪儿的？我去什么什么地方。Men mandaq yerga borman. 我去什么什么地方。什么时候出发？什么时候出发？ qachon yo'lga chiqsiz？ 什么时候出发？今天degan bugun， 明天erta， 某某月某某号， manchunchi oyninki manchunchi kuni。 那么上午、下午、tushdan burun, tushdan keyin deb turib, shu vaqt nima deymiz? Vaqt odatda qanday bo'ldi deymiz? Cho'ngdan tortib kichikka qarab mangdi. Avval qaysi kun ekanligini deysiz, ondan tushdan burun yo tushdan keyin ekanligini deymiz. 然后什么票？什么票 degan qanday bilet? 那意思就是说 o'rindiqlikmi, karvatlikmi, qandayini olasiz demakchi. Nima bu yerda ma'u bir ikki deb ikki xil javob bor. Bir degan javobning ichidagisi shu poyezd bilan avtobusga qarata. Qanday deymiz? Yingzo yoki wopu. Yingzo bo'lsa qattiq o'rindiq, wopu bo'lsa karvatliq. Nima yingzo yoki wopu? Shu wopu degan vaqtimizda bu yerda yana qaysi karvatda yotadiganligingizni deb berishingiz kerak. Bo'lmasa, agarda masalan tayigon yo'sanga 3 xil bo'lishi mumkin. Ko'pinchisi shangpu, shapu, ustunki karvat, ostinki karvatlar bo'ldi. Yana ba'zan yerda shu 3 qavat bo'lib, shang, zhong, xia bo'lib mangdigan ahvolmi bor. 那么这个时候 agarda siz ya shangpu ya shapuni demisangiz, balkim qarish taraf o'zi bilgancha kesiverdi, ya ustini kesib qo'yamdi, ya ostini kesib qo'yamdi. Da vaqt kelgan chaqda siz yoqdimisangiz, qo'y cho'shan yese chuvfin, shuning uchun o'zimiz aniq ifodalashimiz kerak. 然后 ikincisi shu aeroplanga qarta. 经济舱、头等舱。经济舱 deganimiz odatdagi mundaq o'rinlar. Na 头等舱 shu alaydi bo'limlarniki. Nima, shu qaysi bo'limda o'tirganligingizni deb bo'lgandan keyin, shu o'rindiqqa kelgan chaqda, 你可以说一下。desak bo'ladi, endi demisingiz o'xshash shu rat tartib bo'yicha mingaverdi, bu yerda sizniki mandaq o'rin, andaq o'rin demaymiz. 靠窗座，靠窗座 degan shu deriz taraf. 中间座 o'tiri, 靠边座ma u o'tirda mangdigan zal bor, ashyaga yaqin bo'lgan taraf, chet taraf.
靠边坐。那么这个是飞机。yoki bo'lmasa shu biletlarga vaqtimizda biraqlab hammasini ifodalasak bo'ladi. Qanday deymiz? Olmay, setib olaman deb qancha tal? 1nimi, 2nimi, 3nimi? Qachonninki? Nega boradigan? Qanday bilet deb deyishimiz kerak. Mendiki misolda qanday? Men 2 tal degan Qashqarga boradigan qattiq o'rindiqliq bilet setib olmoqchi debdi. Nima qanday deymiz? 我想买2张明早去喀什的硬座票。我想买2张明早去喀什的硬座票。那么bu yerda你只要shu o'rinni almashtirib olsangizlar bo'laverdi. Masalan, men Beijingga boradigan 3 bilet setib olaman. Erta kechda mangadigan demoqchi bo'lsam, 我想买3张明天晚上去北京的硬座票。我想买3张明天晚上去北京的硬座票。Amaliyotda bu shu rad tartibini bilib olgandan keyin o'tirdiki ma'lum bir so'zni almashtirib olsak-lam, 你就知道他该怎么说了啊，怎么说了。这是我们的买票 bilet setib olish。那么ikincisi交通工具 qatnash qurollari. Shu qatnash qurollari bilan hammasi bilan bir tunishib chiqaylik, ya. 公共汽车 o'rganib bo'ldik. Shuning uchun men bu yerda agashtirib o'qiblam o'tkazib olsak, nima savoqdoshlar tuvanda turib menga tang agishib o'qinglar. Başladık. 公共汽车 bu yerda bir askar tib qo'ysam, shu 公共汽车 ommaviy avtobusni ko'pincha biz yana nim deb anglaymiz. 公交 deb anglaysiz. 公交 deganimiz shu这个公共汽车啊，公共汽车。好，公共汽车，长途汽车，出租汽车呢ko'pincha biz shu turmushda nima chuzucha chini yo'q qisqartirib chuzucha deb ataymiz. 继续，火车，动车，高铁，地铁，飞机，船，摩托车，自行车，电动车，磁悬浮列车。好，第3个，询问怎么去某地。Ma'lum bir joyga qanday berishni so'ragan vaqtimizda. Agarda minib bormoqchi bo'lsak, qanday boramiz desak, 怎么走 deymiz. Agarda avtobusga o'tirib bormoqchi bo'lsak, 怎么坐车. Na qanday qilib boramiz desak, masalan, qaysi xil mushu. Agarda mushu qanday bir qatnash qurollariga o'tirib boramiz desak, 怎么去 deb desak bo'ladi. Unda bo'lsa, mushu tekstdagi misolni bir o'qib olsak, 请问去红山怎么走？请问去红山怎么走？沿着这条路一直走到头，往右拐，再走200米就到了。沿着这条路一直走到头，往右拐，再走200米就到了。第2个，请问去财经大学怎么坐车？请问去财经大学怎么坐车？乘坐 BRT 3号线，到终点站儿童公园，换 BRT 1号线，在财经大学站下车。乘坐 BRT 3号线，到终点站儿童公园，换 BRT 1号线，在财经大学站下车。我们怎么去青岛？我们既可以坐飞机，
又可以坐火车，还可以坐轮船去。我们怎么去青岛？我们既可以坐飞机，又可以坐火车，还可以坐轮船去。好，这是我们的上一节课所学的目标。那今天我们来看一下我们今天的这个课文。Sözlükni biz aldığın kıtım ügünüp bulduk. Bugün emde nemin ügünümüz, tekisini ügünümüz. Na okşaş, tekisini ügünüştün burun, avval sözlükni bir tekrar kılıversak. Onda olsa, men bilen billa okusanlar. Başladık. 办理，办理，入住，入住，预定，预定，姓名，姓名，房间，房间，单人间，单人间，把，把，交，交，押金，押金，房卡，房卡，证件，证件，密码，密码，层，层，早餐，早餐，退房，退房，查房，查房，结束，结束，欢迎，欢迎，光临，光临。好，这是我们上一节课的生词。那下面呢，我们来看一下我们的课文。但是在看课文之前，我们先来看一下我们的小视频。Endi biz mushu 10-chi darsninki 2-chi bölümidagi tekstni bir o'rganib chiqsak, o'rganishdan burun biz kichik filmni bir ko'rib o'taylik. Diqqatimiz ekranda bo'lsin. 您好，开2个房间。请问您预订房间了吗？预定了。您的姓名是？阿里木。您预订了2个单人间，请把身份证给我。您还需要交400元押金。这是您的房卡和证件，510号房间和511号房间。房间里有 WiFi 吗？有，密码是8个8。谢谢。餐厅在几层？在2层，早餐时间是9点到10点。我们把这个小视频已经看完了。Bayan biz mushu kichik filmni bir ko'rib chiqdik. Endi saboqdaşlar biz birga mushu tekstga bir qarab baqsak. 故事场景bu hikoyaning o'zbagan yeri. 阿里木和同事在酒店办理入住。那么bu darsda olim nim qilg'ili chiqqan, komandировкаga chiqqan deyishunaqu. Nima hozir oldin qitim bular bilet oldi, endi hozir shu nega oldi? Qashqarga olgandiku. Hozir bular kep bo'ldi. Kep bo'lib endi nima ish qiladi deymiz? Mushu mehmonxonaga kirib, mushu yotoqqa chib, shu yotoqda o'rlashmoqchi ya. Nima hozir bu yerdagi mushu degan gapning o'zi o'sha 在酒店办理入住手续, mushu yotoqqa o'rilishadigan mushtaq rasmiyatni bajarib yetibdi. Hozir unda bo'lsa bu tekst bilan biz nimani o'rgandik ekanmiz? Agarda boshqa bir yerlarga berib qilib yotoq ochmoqchi bo'lgan bo'lsak, qandoq deymiz? O'zimizningki maqsadimizni qandoq ifodalaymiz? Qandoq uylarda, masalan, 1 karvatliq, 2 karvatliq deymiz, yoki bo'lmasa mushu uyninki ahvoli deymiz, mushularni qandoq ifodalaymiz? Mushuning hammasini bugungi mushu darsda o'rganamiz. Unda bo'lsa qarab boqaylik. 您好，开2个房间。Yaxshimisiz? 2 uy ochaman debdi. Ma uy ichish deganni开房 deymiz, uy ichish. 然后请问您预订房间了吗? So'rab baqsam, siz mushu uy zakaz qildingizmi debdi. 或者说 yotoq, bu yerda 2 yotoq ochaman debdi. Shuning bilan yotoq zakaz qildingizmi debdi. Ni 预订 degan zakaz qilish, 预订了 那就是 zakaz qildim. Mishadiki mushu l qilib bo'lganligini ko'rsatib beradi. 您的姓名是 ism familiyangiz debdi. 阿里木 olim debdi. 您预订了2个单人间, 2
yalğız kişilik yatak. Yalğız kişilik yatak degen ne? 单人间，单人间。您预定了2个单人间，请把身份证给我。你们 kimligingizni manga bering debdi。您还需要交400元押金。那么 kimligingizni manga bering deb turib bu yerda yana nima 400 qo'yliq nima raniga qo'yadigan pulni topshirdi ekan. Nima bu nemishqa desak odatda shu yotoqashqa vaqtimizda yotoqning ichidagi masalan shu saymonlarni deymiz narsalarni buzib o'tmaslik uchun yana birisiga shu yotoq qaytiradigan vaqtni oshirib o'tmaslik uchun yana birisiga masalan ba'zi vaqtida yotoqlarning ichida ichadigan suv deymiz, yemekliklar bo'ladi. Shu narsalarni siz ishlatgan bo'lsangiz, bularning haqqini to'laysiz. Shu pullarni shu raniga qo'ygan puldan tortib oladi. Shuning uchun yotoqqa shu pul raniga qo'yamiz. Nima siz yotoqni qaytirgan vaqtingizda agarda boshqa yotoq chiqmagan bo'lsa, raniga qo'ygan pulingizni qaytirib beradi. 好，您还需要交400元押金，对不对？400 qo'y topshirdi ekan. Nima topshirib bo'ldi, keyinida qanday bo'ldi? Shu mulozimatchi bu yerdagi rasmiyatlarni bajarib, yotoqni ichib bo'ldi degan gap. 这是您的房卡和证件. Bu sizningki o'sha yotoq kartangiz. Nima o'sha yotoqningki ishki mundaq bir karta beradi. Kartani shu yotoqningki ishkiga sürsak yatak içiladi. İpen çinkhoşa adatda yataklar shu karta orqali içilib mağdu. Nima yatakninki kartasını beribdi, yana 证件 deganimiz nimasi shu 刚才的那个身份证身份证。好，证件的beribdi. 510号房间和511号房间。510 yatak bilan 511 yatak debdi. 好。 房间里有 Wi-Fi 吗 ？Wi-Fi degan nima? Simsiz tor. Shunaqa. Shu simsiz tor bormi debdi, Yo'q. 密码是8个8. Bormikan? Borkan, Maxfiy nomeri. Odatda Wi-Fi ni ochmoqchi bo'lsak, maxfiy nomer bosamiz. Bu yerda bir nuqtani so'zlab qo'yay. So'zlab o'tib ketay. Shu ba'zan yerga borgan vaqtimizda hamma odam ishlatgili bo'ladigan kayfangda 这种 Wi-Fi 啦 bo'ladi. 那么有些人就觉得外面的比较ishlatadigan Wi-Fi bor deb shu 直接 telefonga ulaydi. Ulanib bo'lgandan keyin endi agarda boshqa ish chiqmasa yaxshi. Nima bir tavsiyalarim shu gongong kayfangda 这种 Wi-Fi İçib etilgan Wi-Fi'lar bo'lsa, eng yaxshisi ulamang. O'zingizga noma'lum bo'lgan Wi-Fi bo'lsa, eng yaxshisi ulamang. Nimishqa desak, qarshi taraf shu Wi-Fi orqali sizningki butun uchuringizni egallay oladi. 这可能会造成一个信息泄露. Balki shu o'zimizdagi uchurlari boshqalarga oshkorlanib ketishi mumkin. Shuning uchun odatda biz eskartimiz, shu gongong Wi-Fi bo'lgan vaqtida ya'ni shu mimasi bunaq maxfiy nomeri yo'q bo'lgan, ichib o'tilgan bevosita ulug'li bo'lgan Wi-Fi'ga osonlikcha ishinib Wi-Fi ulamang. Unda bo'lsa, bu yerda bu Wi-Fi'ningki maxfiy nomeri 8 tal 8. 8 tal 8. Bu gapning ma'nosi o'sha 8dan 8 bor degan gap. Ba degan gap. Ali mushu 谢谢. 餐厅在几层? Aşxana kaçıncı qavatda? Köpüntüsü 我们在这个酒店的时候shu yotoqlarga kelgan vaqtimizda bu 可能是很多层 nurg'un qavatlar bo'lishi mumkin. Nima 这个时候我们会说 manchинchi qavat degan chaqda 几层 deb olamiz. 5-chi qavat bo'lsa 5层. 那么像刚才那个房间号是510 511 debdi. 5 bilan boshlagan bo'lsa, nima ipan chinkhoşa它的房间就是在5层 degan gap. Shu vaqtida uymi shu 5-chi qavatda yotoqlarningki ko'pincha mushta olib maqdi. Masalan 6086号房间degan bo'lsa
6 bilan başlagan bolsa呢它就应该在第6层 bo'lib mangdu好 unda xusi 继续他说在2层那就是2-chi qavatda debdi早餐时间是9点到10点 Atdiganlik tamoq vaqti soat 9dan 10gacha 几点到几点 manchidan manchigacha deganni 从什么什么到什么那么或者说是 mushu 到ni asaqlan bo'ldi masalan 10-chisladan 15-chislagacha degan bo'lsa 10号到15号10号到15号 atdigandan kechgacha degan bo'lsa 从早到晚 deb olsak bo'ladi 好这个是我们这一课的内容 nima bu mazmunda nimani o'rgandik agarda mushu ehtiyojimiz bo'lib boshqa yerga berib yotoq ochadigan ishlar bo'lib qolsa qandoq yotoq ochimiz nima bu yerda olim bu yotoqni zakaz qilibdi shunaqa agarda zakaz qilmagan bo'lsa na berib 我要开房间 deb anandagi o'zingizniki talabingizni desangizlar bo'ladi 好 unda bo'lsa saboqdoshlar mushu bugungi tekstni bir o'qib o'tsak 您好，开2个房间，请问您预订房间了吗？预订了。您的姓名是阿里木。您预订了2个单人间，请把身份证给我。您还需要交400元押金。这是您的房卡和证件，510号房间和511号房间。房间里有 WiFi 吗？有，密码是8个8。谢谢。餐厅在几层？在2层。早餐时间是9点到10点。好，这是我们的课文。那么，根据这篇课文，今天我们要学习的目标是什么呢？Bugungi bizningki nishonimiz nimada？那我们来看一下，我们有几个目标啊？有2个，birsi宾馆酒店房间类型，那就是 birsi mushu yataqlarninki qandaq turi，就是说qandaq yataqlar bor。那么yana birsi to'y房debdi，那就是qandaq yataq qaytiramiz。tekstda yataqni ichishni o'rgandik，那yataqni qandaq qaytiramiz deganni nishonda o'rgandik ekanmiz. Unda bo'lsa qarab baqaylik. Bu yerda qancha xil leysingdagi uyni ko'rsatdik? 4 种4 xil. Birinchisi 单人间deganimiz yolg'iz kishilik yotoq. Yalğız kişilik yatak. Ne ise就是说 bu yerda karvatın qanchasi va birsi va. Nima ko'pincha 单人间 yalğız kişilik yatakninki karvati sal怎么样要大一点要大一点。好，那么ikincisi qanday 双人间。那么双人间就是qancha odam yotadigan 2 odam yotqili bo'ladigan yotoq. 2 odam yotqili bo'lgan yotoq. 这是什么呀？ qo'sh kishilik yotoq. Unda bo'lsa, bu yoqqa qarasak, 套房. Na 套房 ko'pincha qanday bo'lgan chog'da 套房 bo'ladi deymiz. 3 kishilik yotoq bo'lsa, 这个套房 bo'lib ma'noda. 套房 3 kishilik yotoq. Andan keyin 4-chisiga qarasak, nima? 标准间deganimiz o'lchamlik yotoq. Nima bu 标准间ning ichida ko'pincha qancha karvat bo'lib mangdi? 2 karvat bo'lib chiqdi. 2 karvat bo'lib mangdi. Andan keyin buningki bundaq o'tirib, bundaq paranglashib qolgan jo'zbanning o'rindiq u bu degandeklar hammasi to'liq bo'lib mangdi. 好，这是双人间还有标准间。那么 ba'zan yerlarda Şu qo'sh kishilik yotoq degan vaqtimizda ta 可能会是一张床 balkim bir karvat lekin 2 odam yotqili bo'lgan bir karvat bo'lishi mumkin. Shuning uchun yotoq ochgan vaqtimizda odatda masalan biz 2 odam ayrim yotamiz degan vaqtimizda 标准间 deb turib olamiz. 标准间 desek buningdan cho'qim 2 karvat bo'lib chiqadi. 好，这个是单人间degan chog'da
bir kişilik olab mağdı.但是 ba'zan yataqlarninki双人间sidan mushu bir karvat bo'lib, ikki adam yatqilib bo'lgan bir karvat bo'lib qilishi mumkin. Shuning uchun ikki adam bo'lgan vaqtimizda eng yaxshi qanday 标准间 deb turib ochqinimiz yaxshi. Ha, nima, 这个会了吗同学们? Amsa mushuni menga agishib bir o'qiytamdi. 单人间 单人间 双人间 双人间 套房 套房 标准间 标准间。好，这是我们的目标大本营一。那接下来我们来看一下第二个目标，退房。Yani yatak qaytırış. Yatakni qandaq qaytırmız. 一般退房是在12点之前. Adatda yatakni saat qanchadan burun qaytırmız deymiz? Mushu 12dan burun. Beijing vaqti 12dan burun. Ama在新疆 Xinjiang atroflarida biz 一般情况下 Beijing vaqti saat 2 deymiz. Beijing vaqti saat 2dan burun qaytırdı deydi. 最好呢 eng yaxshisi qandaq mushu yatakniki mushu mulozimatchilardan so'rab baqqan yaxshi. Chunki yatakniki qaytirish vaqtida ishib ketsa, ustiga yana qo'shib turib pul tutishi mumkin. 有的酒店是下午2点之前, ba'zan 这个 mehmonxonalar qandaq deymiz, tushdan keyin saat 2dan burun qaytirsiz deydi. 需要带上房卡到前台办理退房手续. Nama yatak qaytirgan vaqtimizda shu uyninki oldida sizga bergan kartini ilib, nama oldiga berib to'yfang qilasiz. Chiqqandan keyin qanday gaplarni qilamiz? Men ostida bir misol oldik. Ni hao to'yfang desangizdan bo'ladi. Nama mulozimatchining oldiga chiqib, ni hao to'yfang desak bo'ldi. To'yfang degandan keyin qarshi taraf sizdan qancha numurliq uy deb yatak deb so'raydi. Ji hao fangjian 几号房间 Mesela 302 yatak bo'lgan bo'lsa 302号房间 302号房间 deysiz. 然后他会说什么呀？好的，请把房卡给我。你们 uyninki kartısını bering deydi. 然后呢，请稍等 biraz saqlang deydi. 这时候查房结束后deydi. Nima siz kartını berib bo'lgandan keyin bu yatakninki ichidagi narsalar buzuldimi, buzulmadimi, hamma narsa saqmi? İchidagi suv yoki bo'lmasa yeydigan narsalarni siz yevetdingizmi? Mahsullarini ichib qo'ydingizmi? Nima 这些呢 它都是要扣费的. Oldida bir raniga pul qo'ydi-ku. Ashundan tortadi. Shuning uchun bu yerda nima ish qildi deymiz? Mushu fuoyuan oldidagi turadigan mulozimatchi maxsus bir xodimga telefon qiladi. 302 yatak ma'vo yatak qaytirdi ekan deydi. Nima qarish taraf sizningki yataqingizga kirib yatakning ichini bir tekshirib chiqadi. Ta会去查房，查房能明白啊？查房deganimiz 就是yatakni tekshirish. Yatakni tekshirib bo'lgandan keyin agarda chataq yo'q bo'lsa, hamma ishlar yaxshi bo'lgan bo'lsa, nima ta mushu chentaydagi qizga yana bir so'zlab qo'ydi. 已经查过了，都一切都好，hamma narsa yaxshi ekan deb desa, nima qarshi taraf sizningki raniga qo'ygan pulingizni qaytirib beradi. 那下面就是这个啊，这是您的押金，bu sizningki raniga qo'ygan pulingiz. 欢迎下次光临. Kelar qitim yana kelishingizni qarshi olamiz. 然后谢谢就完了. Bu endi mushu ikkinchi bo'limda yatakni ichishdan tortib yatakni qaytirguncha o'rganib bo'ldik. Ha, unda bo'lsa bu to'yfang, ya'ni yatak qaytirganki bu mazmunni yana bir o'qib olsak. 你好，退房，几号房间？302号房间。好的，请把房卡给我，请稍等。查房结束后，这是您的押金，欢迎下次光临。谢谢。好, unda bo'lsa, eng oxirida biz mushu birinchi, ikkinchi nishonni tang qo'shib bir o'tkazib o'tgandan keyin bugungi darsni oyoqlashtirsak bo'ldi. Nima unda bo'lsa boshladik. 单人间 单人间 双人间 双人间 套房 套房 标准间 标准间 退房 你好，退房
几号房间？302号房间。好的，请把房卡给我。请稍等。查房结束后，这是您的押金，欢迎下次光临。谢谢。好，亲爱的同学们，今天我们的这个内容算是已经讲完了。Bugungi topshiriqimiz bo'lsa, tekstni boshqa qatam o'qib, ya'ni bugungi bizning nishonimizda o'rgangan narsalarni bir 3-4-5 qatam 或者说是bir aqlam yodlab esimizda qolsa eng yaxshi. Unda bo'lsa, bugungi darsimiz mishagacha bo'lsin. 那亲爱的同学们，我们今天的课就先讲到这里，我们下一期再见。